Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Bu video siz obunachilarga hammani qiziqtirgan shassi modeliga. Qaranglar, bu ikkalasi ham solyarka model, gazli emas. Mana ko'rib turibsiz, solyarka. Mana asosan kabinasini ko'rsataman sizlarga. Mana kabinasi mana bir xil, mana hech qanday farqi yo'q. Farqi bakovoyda, mana ko'ryapsiz, pastki bakovoy bor, bunda yo'q. Lekin ichki qismi, konditsionerlari, hamma narsasi bir xil bo'ladi. Endi qaranglar, farqini aytaman. Uzunligiga bu 480. Unisi esa 540 bo'ladi. Sababi mana. Mana bu yerga e'tibor beringlar, mana rama qo'shilgan bo'ladi, mana. Rama qo'shilgan, mana bolt bilan qo'yilgan. Mana bu yerga mashinani qo'shilgan balonlari mana. Balonlari bu 215 lik bo'ladi, 17,5 razmerli, bu 225 lik bo'ladi, 17,5 razmerli. Protektorlari bir xil ekan. Solyarka bachada 140 talik va 100 talik. Tormozning sistemasi jidkisli bo'ladi. Обычно bu mana havo kompressori ham bor, havoli bo'ladi, vakuum hisoblanadi. Keyin дополнительный krishkasi bo'ladi, motorni yopadigan. Bunda bo'lmaydi. Sababi mana bu xalaqit beradi. O'zlaring qalin rezinali mabetga joyi bor, mana tayyor qilib qo'ygan mabetlaridan shu rezina tashab qo'ysanglar bo'ladi. Asosan farqi shunda. Boshqa uch qanaqa farqi yo'q bu modellar. Lekin zavod xarakteristikasi bo'yicha bir narsaga e'tibor beringlar. Bu kitobida 3,5 tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega, bu modelimiz 5 tonna. E'tibor beringlar, ramalari bir xil. Ramalari bir xil. Resorida bir list farqi bo'lishi kerak, lekin rama, mana bu qalinlik, hamma narsasi bir xil bo'ladi. Asosan farqi shunda. Keyin bu modeldan 75 modelimizdan, ya'ni bu model MPR 75, bu model MPR 90. Bunga asosan furgon qilishadi. Tentovka, bartovoy. Bartovoy ham masalan razmeriga qarab o'lchashda bu 480, ba'zilar 30 cm дополнительно qiladi, eniga qo'yadi, bo'yiga qo'shadi, gabaritni yuklab olish uchun. Asosan buni shu furgon, tent, bartovoy qilishadi. Bundan esa MK90 dan spes texnika, maxsus texnikalar qiladi. Vodovoz, polivomoyka qiladi, bundan samosval qiladi. Kran manipulyator har xilidan qiladi. Aynan bu model aynan o'sha maxsus texnikalar uchun mo'ljallangan model hisoblanadi. Asosan farq shunda, narxida ham juda katta farq yo'q, lekin farqi bor narxida ham. Bu sal qimmatroq yuradi, bu arzonroq. Narxini ming bor uzr videoda ayta olmayman. Hurmatli mijozlar, bir og'iz telefon qilinglar. Telefonda yoki Telegram orqali aloqaga chiqinglar. Men sizga hamma texnikalarni, Isuzu'ning hamma brendini texnikalari haqida narxini ham, ma'lumotini ham hammasini beraman. Kreditimiz bor. Hurmatli mijozlar, kreditimiz bor mana shu modellarga, hamma Isuzu texnikalariga. 50% dan mashinaning tan narxidan 50% ni qilib bersangiz, 20% dan 3 yilga kredit chiqarib beraman. O'zi eng kamida 25% to'lov qilish kerak. 25% to'lov qilib bersangiz, 3 yilga 22,5% dan 4 yil, 5 yilgacha chiqarib beraveraman. Foizlari 1%, 2% orasida razilcha o'ynaydi. Aloqa bank orqali. Kutib qolaman, kelinglar. Avtosalonimiz Bitonka yo'l, Sergeli. Bu taraf Toshturma, bu taraf Toshkent metallurgiya zavod. Mana shu Bitonka yo'lda joylashgan, Aranjli tarafdan to'g'risida. Kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariyda yana qanaqa savollaringiz bo'lsa, qaysi modelni obzor qilay, yozib qoldiringlar. Maksimal darajada qilishga harakat qilaman. Rahmat hammaga.